Men Minecraftda eng realistik portlashni yaratdim va men 3 ta do'stimni epik jangga chaqirdim. Va portlovchi janglar. Avvalo men o'z ta'sir armiyasidan foydalanib bu shaharga hujum qilaman va 3 daqiqa ichida ular omon qolishsa, ular g'alaba qozonadi. Yo xudo, yugur! Bunga nima deysizlar? Qal'aning eng nozik tarafiga. Qarang yigitlar, osmondan qushcha. Men yonyapman. Tushib ketdim. Menda 2 ta jon qoldi, bolalar, bu yaxshi emas. Nima bu? Boshimga tushdi. Tentlar o'ldi. Bu degani sizlar 2 kishi qoldilaringiz. Meni armiyamni boshlash vaqti keldi. Olg'a! Yo, ularni hammasini qo'lda olmaslik qilich. Qoch! Tezroq, men oldimga kelishga harakat qiling. Armiyani ko'ryapman. Yo'q. 30 soniya qoldi. Meni 2,5 yuragim qoldi. Siz burchakka tiqilib qoldingiz. Men buni tanladim deb o'ylayapsizmi? Mal portladi. Oxirgi umid puribdi. Meni yarimta jonim bor. Men bu yerda faqat to'g'ri yuraman xolos. Picha urib tushmasa bo'ldi. Va menga 1 ball qo'shildi, sizlarga esa 0. Qanaqasiga? Har bir raundda g'alaba qozongan kishi sendvich tarkibini tanlashi mumkin. Va oxirida kim eng kam ballga ega bo'lsa, o'sha sendvichni yeydi. Men sendvichga baliq qo'shmoqchiman. Tushunmadim, siz baliq qo'shmoqchimisiz? Keyingi bosqichda men futuristik tankdaman. Va sizlar bu harbiy bazani raketa uchirgichlar bilan himoya qilishingiz kerak. Omad tilayman. Men uni kelayotganini ko'ryapman. Men ham ko'ryapman. Salom. Yo'q. Yo, xudoyim, men 3 ta yuragimni yo'qotdim. Men unga o'qitdim. Menga o'q kerak. Nima so'radingiz? O'q. Mana sizga o'q. Yo, bu o'q emas. Bu yoqqa keng, bu yoqqa. Meni joyim portlatib yubordi. Men unga qarab raketa otdim. Yo xudoyim, tegdi. Hammang jajralib ketibsizlar. Bittangizni bo'chalab ochishim kerak. Aqa kelinglar, Qor bobo keldi. Soya olamiga teleportatsiya qilyapsiz. Meni jonim yarim qoldi. Bolajonlar, tushlik keldi. Yo'q, men o'ldim. Men uni o'ldirib qo'ydim. Faqatgina 2 kishi qoldi. Bu olovda qaranglar. Hamma yoqda yo'q qildim. Davay uni chalg'itamiz. Uni uzoqdan otish kerak. Meni mo'ljallayapti. Siz meni mo'ljalladingizmi? Meni jonim yarimta qoldi. Men o'ldim shekilli. Yo'q. Yaxshi, men kishini o'ldirdim. Endi bu yoqqa qaytib kelishi mumkin. Siz meni zarbalarimdan qaytmoqchimisiz? Buni amalga oshira olmaysiz. Yo'q. Menda endi 2 ulardan 0. Endi men Xantal qo'shmoqchiman. Xantal qaysidir ma'noda yaxshiroq. Nima siz Xantalni tanlayapsizmi? Siz 2 ham og'zingizga yo'q, Karl og'ziga kira. Mayli, buni keyin hal qilamiz. Hozirda bu suv osti kemasi qochib ketyapti. Bajarishingiz kerak bo'lgan narsa bu tomdagi hujum vertolyotiga o'tirib, menga hujum qilish. Hamma ichkariga. Bu qopqonga o'xshayapti. Hozirgina o'zini bo'yani buzib yubordi. Hali ham imkoniyat bor. Men tushib ketdim. Tentel, shoshil. Men hozir yetib boraman. Kel, bizni devorlar himoya qiladi. Nima, sizlar u yerda yashinib yuribsizlarmi? Do'stim, bu binoda asar ham qolmaydi. Bu bino juda baland ekan. Vertolyotda oldiga chiqishingizga ruxsat bermayman. Yuzimga deraza urilib ketdi. Tomga chiqdim. Menga ham kam qoldi. Davay. Ular yetib qolishdi. Meni ham kutinglar. Vaqt yo'q. Men qolib ketdim bolalar. Buni ta'zirini beringlar. Bizda 1 ochko bor. Menda 2, ularda 1. Bolalar, shunday qilib sendvichga nima qo'shyapsizlar? Qo'l non. Bolalar, g'alaba qozonishimizga buni qaralash shart. Sizlar endi meni nuch bosqonimda omon qolasizlarmi? Agar barchangiz bu futuristik shaharda yo'q qilsam, hammangiz o'lasizlar. Agar sizlar meni nuch kemamni yo'q qilsalaringiz 1 balo olasizlar. Menda qurol bor.
Bu menda jackpagam bor. Nima sizlar bu yerda aylanib yuribsizlarmi? Kamroq gapirib ko'proq urishadi. Aka, Karl, senga men omad tilayman. Mayli, rahmat. To'g'risi nima bo'layotgan tushunmayapman. Hamma yoq portlab titrayapti. O, menga u tekizdi. Nimaga u meni mo'chalayapti? Yana u menga tekizdi. Unga faqat men tekizyapman, men ham tekizyapman. Siz hammangiz menga juda ko'p zarba beribsiz. Siz pastasiz. Unga tekizay. Do'stim, bu yerga qarang. Siz ujuldingiz. Meni jonim kam. Sizlardan biringiz hozir yo'q bo'ladi. Men o'ldim. Yaxshi, men Purtni o'ldirdim. Boshqalar qayerda? Men shu yerdaman. Yo, xudoyim. Nishonga olyapman. Yaxshi jentlar. Endi hisob 2-2. Sendvichga keyingi masala. Xo'p, Purp, siz ayting. Pishloqda qo'yaman. Bu meni hayotim davomida eshitgan eng yomon sendvich. Yakuniy sahna uchun men yadroviy bombani portlatmoqchiman. Sizlarning vazifangiz bu yerdan qochish. Nima? Menga bundan ham ko'proq vaqt kerak. Qochishingizga bir necha yo'li bor. Lekin hammangiz omon qolishingiz kerak. Bu nuqtani olish uchun sizga omad tilayman. Barcha 3 ta bunkerda tekshiring. Yaxshi. Men kanalizatsiyani ketyapman. Kasalxona vertolyotini toping. Ular nima qilishini bilmayman, lekin men kasalxona vertolyotiga borishim kerak. Poyezd stansiyasini toping va shahardan qoching. Mendan 350 metr narida. Chelter, nima bo'lyapti? Poyezdga yuguryapman. 5 daqiqa qoldi portlashga. Ha, tezroq poyezdga borishingiz kerak, Chelter. Bu unchalik qiyin emas. Xo'p, ancha yaqin qoldim. Ha, buning uchun sizga 5 daqiqa ham kerak emas. Ha, sizda hiylalarning yo'qligiga men qanday ishonaman? Bu poyezd portlamaydi, shunday emasmi? Kutib turing, nima? Poyezd jo'nab ketishdan oldin siz borib musluq qutilarini tuzatishingiz kerak. Startiga 5 daqiqa bor, to'g'ri aytasiz. Siz eng yomonisiz. Yadro qaysidir manoda uchish arafasida. Men uni band qilishim kerak samolyotda. Hammamiz qochishimiz kerak bo'lmasa, ana bu bo'g'moq sendvich yeymiz. Nima? Aytgancha siz vertolyotga yoqilg'i olib kelishingiz kerak. Nima? Hali yoqilg'i? Ha, to'g'ri, siz hali 3-5 soniyada olib kelishingiz kerak. Xo'p, men bitta yoqilg'ini ko'rdim. Men imkon qadar tez harakat qilyapman. Yer osti bunkerga qanday kiraman o'zi? Xo'p, ikkita bunslok tayyor, yana bitta qoldi. Men ikkita yoqilg'ini oldim. Oxirgi yoqilg'i esa 300 metr narida. Uni olsam bo'ldi, hammasi tayyor. Oxirgi quti tayyor. Men kirish joyini ko'ryapman. Qiziq, siz kanalizatsiyani qanday ko'rdingiz? Uni men hidida. Siz aslida shahardan qochmayapsiz. Siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Yadroviy bombaga borish yo 3 ta bunkerda birini topish. Nima? Sizda yer osti garaji, kanalizatsiya bor yoki maydonga kelsangiz yadroviy boshpana bor. Yadro quroldan omon qolish uchun ajoyib joy emasga o'xshaydi. O, men tayyorman va let's go. Men yutdim. Qoyil Chandler, sen birinchi bo'lib qochding, lekin Purp bilan Vali bir yutsak, keyin sen g'alaba qozonasan. Xavotir olma, ular albatta bajaradi. Qoyil Chandler qochib ketdi. Menda esa uchuvchi yoqilg'i bor. Endi tezroq samolyotga borsam bo'ldi. Purp, senda 1,5 daqiqa qoldi. Ha, bilaman. Zinapoydan chiqsam bo'ldi. Bu Netherite bunker. Eng qiyin buziladigan bloklardan biri. Nima? Oyna? Valiber, boshpana haqida o'ylayapsanmi? Ha, meni yagona xavotir olayotgan narsa bu oynalar. Xo'p, siz tezroq qo'ying, sababi sizda 1 daqiqa qoldi. Agar yadroviy qurol tushsa, men qatga bekingan bo'lardim. Albatta bunkerga. Menda 3 ta yoqilg'i bor. Agar kutilmagan narsa bo'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. 5 soniya qoldi. Men tomga chiqdim. Menda hamma yoqilg'i bor. Bo'ldi, ketishga tayyorman. Valiber, senga omad. Purp, sen buni uddalading. Lekin bu yerdan qochib ketishing kerak. Yo'q, vaqt o'takan. Men kanalizatsiyaga tezroq tushishim kerak. Xo'p, Valiber, oxirgi umidsiz. Chandler bilan Purp qochib ketdi. Siz qoldingiz faqat. Ishonchingiz komil bu yerda tirik qolishingizga? Ha, meni ishonchim komil. Rostdan ham umid qilasizmi bu yerda tirik qolishingizga? Ha, 5 soniya qoldi yadro tushishga. Yo'q. Nihoyat. Iltimos, men tirik qolay. Bu menimcha yaxshi qaror emasdi. Valiber, to'g'ri qaror qildingmi? Salom. Valiber. Men tirik qolibman. Tabriklayman. Endi sizga 3-2. Bu degani men sendvich yeyishim kerak. Oxirgi indirektmi? Oxirgiga muz qaymoq. Mana sendvich. Mana suvli. Albatta, obuna bosinglar. Normallik qisadi.